Azaldan bizning ajdodlarimiz o'z ona vataniga nisbatan muhabbatli, muruvvatli, sadoqatli, jasoratli bo'lgan. Hamda vatanni himoya qilish uchun ular sergak bo'lingan. Tarixda nazar solsak, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur va buyuk sarkardalarimiz o'z ona vatani uchun ham joni va ham molini fido etgan ulug' davlat arboblari hisoblanadi. Vatanni sevmoqlik borasida ulug' ajdodlarimiz, islom mutafakkirlari o'z asarlarida bir qancha tavsiyalarni berib o'tganlar. Jumladan Imom G'azzoliy o'z asarlarida vatanning haqlari sanalar ekan shunday ta'kidlaydi. Vatanning birinchi haqlaridan biri o'sha vatanda yashaganda har bir fuqaro tinch va xotirjam yashaganligi uchun uning shukronasini keltirmoqligidir. Alloh taologa shukr qilsa, o'sha tinchligi yanada farovon bo'lishini alohida ta'kidlab o'tgan. Vatan kamsitilganda g'azablanish, vatandan boshqa joyga safar qilinganda uni sog'inish, vatanga yovlar, dushmanlar hujum qilganda uni jiddiy jahd bilan himoya qilishlik har bir fuqaroning zaruriy burchlaridan ekanligini Imom G'azzoliy ta'kidlab o'tganlar. Tarixda nazar soladigan bo'lsak, buyuk sarkardalardan biri Zahiriddin Muhammad Bobur vafoti yaqinlashganda yon atrofdagilarga shunday nasihat qilgan ekanlar: agar men vafot etsam, meni qabrimni, mening jasadimni vatanimga yaqin joyga olib borib ko'minglar. Chunki o'sha qabrim atrofiga, mening qabrimga vatanimning hidi taralib tursin deb bir sog'inch, bir alam, bir o'kinch bilan aytganlar. Bundan kelib chiqadiki, bizning ajdodlarimiz ona vataniga nisbatan muruvvatli, muhabbatli zotlar bo'lishgan. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda yoshlarimiz vatanni sevmoqligi, vatanni himoya qilishi muhim burchlardan sanaladi. Chunki bizning ajdodlarimiz har bir asarlarida vatanni sevmoqlik borasida muhim tavsiyalarni berib o'tgan.